Uchta sanuzilli dom qidirib yuribsizmi? Unda mana bu uyimiz aynan siz uchun. 3 xonali 105 metr kvadratli xonadonimiz zudlik bilan sotuvga qo'yildi. Uyimizda gilam, parda, mebel, texnika hamma narsalari qoldirib ketiladi. Sanuzilda oyoq yuvish qulay bo'lish uchun hamma shart-sharoitlari bor. Remontlari idealniy darajada elitniy uslubda remont qilingan. Uy egalari o'zimiz yashaymiz degan yaxshi niyatlarda ancha-muncha rasxod qilib, eng qimmat narsalardan ishlatishgan. Remontida ham yaxshi qurilish mollaridan foydalanishgan, mo'y shiya bo'ylab yopishtirilgan. Oshxonaga ham eng yaxshi sifatli kuxonniy mebellar o'rnatilgan. Oshxonamiz shunaqa chiroyli, mazza qilib ovqatlanib o'tirasiz va bolajonlar o'ynab yurishiga ham joy bor ekan. Uyimiz 100% teplый pol. Qishda issiqqina, yozda muzdekkina bo'lib turadigan xonadonimiz bolajonlar uchun juda qulay. Xonadon yo'l yuzida joylashgan bo'lib, infrastruktura qulay. Bog'cha, maktab, magazin, apteka hammasi juda yaqin joyda joylashgan. Anarkulov ko'chasi, Yangi Farovon mahallasi. 23-dom, 22-kvartira. 3 xonali uyda 3 ta konditsioner bor, qoldirib ketilish ehtimoli yuqori. Shoshiling, tezda uy egalari bilan bog'laning. Narxini uy tepasida 5 tashlab baraka qilsangiz, kelishtirib chiroyli narxga berishadi.